ikkita 2 litrlik. Короче, biz o'z magazindan keldik va mana 3 paket narsa berdi va mana summasi 884 ming so'm bo'ldi. Ertaga bizlarni o'yimizga derazani talbon o'shaning uchun hozir men nimalar qilamiz sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ikkita 2 litrlik kola. Jonlarim tort qilishadi, o'shaning uchun 8 ta qaymoq, brinza, sir, mana shunaqa fioletli kapusta, kerak. Mayonez, paketimiz tugadi, endi ikkinchisiga o'tamiz. Ikkita bu mashina salfetka, bodring, pomidor, mana shunaqa pechenye, buni o'qam olgan, bilmayman. Kokteyl o'zimga olganman. Banan, tortning ichiga bu ham menimcha. Spenkasi, dasturxon uchun salfetkalar. Bu yerda rukla, salatni list. Oreo, buni men bitta narsa qilaman, keyingi reelsda uni ham ko'rasizlar. Silka, sgushyonniy moloko, yana bitta kola, bitta garoshik, bitta kukuruza. Qachitda mushugimga kor bilan qumam olganman. Короче, mana shuncha bozorlik 884 ming so'mga, 900 so'm okruglonni olsak agar.